Fan sportdan ro'yxatdan o'tish. Ilovaga kirib olamiz birinchi. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Keyin ikkita usul bor. Telefon orqali va email pochta orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Eng yaxshisi telefon orqali. Birinchi bo'limga telefon raqamini kiritamiz. Xohlasangiz boshqa davlat telefon raqamini ham kiritsangiz bo'ladi. Mana bu joydan topib O'zbekiston kiritamiz birinchi zer. Keyingi bo'limi valyutani tanlaysiz. Hozir so'mda turibdi. Xohlasangiz dollar, yevro, rublga mana bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. So'mni tanlaymiz sizlar. Keyin bu yerga bonus olish uchun promo kod kiritishingiz kerak bo'ladi. VIB 555 kiritamiz va bonusni qaysisiga tanlab olishimiz kerak? Kazino uchun, Kazino Games o'yinlari uchun yoki Freebet va sport uchun olsangiz bo'ladi. Biz sport tanlaymiz va pastdagi qoidalarni o'qib chiqsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdagi uchalasini petitsiya qilib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda robot emasligingizni aniqlash uchun kapchadan o'tishingiz kerak. To'rtburchak ichiga bir bosasiz. Keyin telefon nomeringizni kod yuborasiz birinchi. Xo'sh, kod yubordik. Endi kod do'stlar, Telegram, agar nomeringiz Telegramga ulangan bo'lsa, Telegramga keladi kod, agar ulanmagan bo'lsa, telefon nomeringizga kod keladi. Hozir biz kod olib kiritamiz. Xo'sh, mana kod mana shundan keladi. Mana bu yerga kelgan. Mana 16 dan 14 ga nusxa olamiz va ilovaga kirib kodni kiritamiz va faollashtirishni bosamiz. Mana bizlarga keyin login bilan parol beradi. Bu eng kerakli narsa. Mabodo akkauntingizdan chiqib ketsa yoki boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, shu login bilan parol terib akkauntga kirib olishingiz mumkin. Keyingi tugmasini bosamiz. Mana akkauntimizga o'tkazdi. Endi pastda menu bo'limiga bosamiz. Keyin mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joyda turibdi, o'shanga bosamiz. Bu yerdan do'stlar mana xohlasangiz email ulab qo'ysangiz ham bo'ladi mana bu joyga. Ulamasangiz ham bo'ladi, farqi yo'q, o'zingiz bilasiz. Eng asosiysi mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirsangiz, hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Qalamchaga bosamiz. Mana bu yerda ko'rsatilgan birinchisiga familiyangizni, bu yerga otangiz ismini kiritasiz. Keyingi bo'limga tug'ilgan sanangizni kiritasiz, topib OK deb bossangiz mana kiritiladi. Keyingi joyga tug'ilgan joy. Viloyatga Toshkent viloyati. Keyin shaharni tanlaysizlar bu yerga. Yashash manziliga. Keyin bu yerdan ID hujjat deysizlar va bu yerga pasport seriya kiritishimiz kerak. Seriya. Xo'sh, masalan AC yo AB bo'lishi mumkin. Keyin shundan keyin raqamni qabul qilmayapti. O'shaning uchun bu yerga shundan keyin 7 ta raqamni mana bu yerga yozasiz, 7 tamini o'zi. Hujjat raqami. Hujjatda yozib bo'lmayapti, bu yerga ham deymiz.
Nimaga raqam yozib bo'lmayapti? Agar sizlar raqam yozib bo'lsa, bu yerga pasport seriya, keyin bu joyga G-share 14 ta raqamni yozasizlar. Ular kiritib bo'lganingizdan keyin berilgan sanasini yozasizlar bu yerga. Qachon berilgan bo'lsa, pasportda yozib qo'yilgan, o'shani topasizlar, kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan? Bu joyga masalan bilasizlar. Xo'sh, mana barchasini kiritib bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosamiz. Agar bu joyga masalan raqam yozilmayotgan bo'lsa, qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Saqlash tugmasini bosamiz. Mana ma'lumotlar saqlandi, qalamcha yo'qoldi. Endi bemalol hisob to'ldirishga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu yerda настройкаga bossak, mana hisob to'ldirish, pul chiqarish turibdi. Hisob to'ldirishga o'tamiz. Bu yerdan Humo Uzcard bo'limlar mavjud. Bu yerdan kriptovalyuta orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi, kimdan kim bilsa agar. Bu yerdan Humo bo'limini tanlayman и birinchi bo'limga summa kiritamiz. Minimal 25 mingdan 15 million so'mgacha kiritsak bo'lar ekan. Bu yerga summani kiritamiz. Keyin bu yerga email yozamiz. Xohlagan email kiritsangiz bo'ladi. Loop bo'y. Farqi yo'q bunga. Tasdiqlashni bosamiz. Agar email bo'lsa, o'z emailingizni ham kiritsangiz ham bo'ladi. Karta raqam, muddati. Xo'sh. Karta raqam, muddati va ism familiyani kiritamiz bu yerga. Xo'sh, mana karta raqam kiritdim, muddati va ism familiya. Endi bu tugmani bosamiz. Mana ozgina kutamiz. Kartaga ulangan nomerga kod keladi. Mana boshqa telefonga keldi. Yuborishni bosamiz. Continue tugmasini bosamiz. Mana hisob to'lash so'rovi muvaffaqiyatli yaratildi mana. Balansga sirasi pul tushdi. Mana sirasi bonus ham berdi mana 200 ming so'm. Qancha to'ldirsangiz shuncha bonus beradi. Mana bu joydan ko'rishingiz mumkin. Kimda kim bonus ishlatishni bilmasa, hozir tushuntirib o'taman uni ham bonus haqida. Xo'sh, bonus pulni sport uchun olganmiz. Agar Casino Games olganda siz mana bu Games o'yinini o'ynashingiz mumkin bo'lar edi. Mana bu joydan o'tkazib bonus. Ikkita hisob turib, o'shandan bonus pulni o'tkazib, mana shu yerda o'yinlar o'ynashingiz mumkin edi. Bizlar sport uchun olganmiz, hozir sportni tanlaymiz. Sport haqida, tikish haqida qoidalari 1.4 koeffitsiyentdan yo 1.3 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan. Ya 1.4, 1.3 yoki 1.4. 1.4 menimcha. Mana 1.4 koeffitsiyentlar olamiz. 1.4 koeffitsiyentdan yuqori. Mana 1.3 bo'lmaydi. Mana 3 ta kupon tuzdim. Endi kuponga o'taman. Xo'sh, hisob tikishda mana bu yerdan hisobni o'zgartirish degan joyi bor. Bonus hisobni tanlaymiz mana. Bonusga o'tkazdik, endi tikamiz. Mana bonus pulimiz tikildi. Mana asosiy balansi turibdi, mana 200 ming so'm. Bu yoqqa mana garovlar tarixiga o'tadigan bo'lsak, bu joydan ham o'tkazib, mana ko'rib olishimiz mumkin. Xo'sh, bu o'tgandan keyin nima qilamiz desangizda, mana bu joyda
promo degan joyga kiramiz. Bu yerda bonuslar degan joyga o'tamiz. Bu yerda xo'sh pul tikishlar miqdori mana bonus tikishlar jarayoni 1 million so'mga yetishi kerak. Ya'ni 500 mana 5x degani. 200 ming pulda masalan. Короче, masalan 50 ming tikib, masalan YouTube yutqazib, o'sha bonus pulni masalan оборот qilib, o'sha 1 millionga yetsa, keyin bonus hisobida 200 ming so'm qolish kerak. Qisqartirib tushuntirib o'tadigan bo'lsa, hozir mana bu o'tsa 1 million 200 ming turibdi-ku. 200 mingni qoldirib 1 million so'mini masalan tikib yuborishingiz ham mumkin. Xohlagan o'yinlaringizga. Yutqazsa ham farqi yo'q 1 million so'm. Biz shart to'liq bajargan bo'lamiz. O'shaning uchun 1 million so'm tikib beramiz. Lobbi o'ynab yutqazsa ham farqi yo'q. Bonus hisobda 200 ming so'm qolgan bo'lsa, 1 soatdan keyin asosiy balansga pul tayinlab beradi. 400 ming so'm bo'ladi asosiy balansda keyin. Keyin u pulni ham chiqarib olsa bo'ladi. Hozir pul chiqarishni ham ko'rsatib o'taman. Hozir balansni 200 ming so'm qilamiz, 400 ming so'm qilamiz. Chiqarib ko'rsatamiz. Mana balansda ham 500 ming. Mana balansda 500 ming so'm qildi. Endi pul chiqarib ko'rsatamiz. Pul chiqarishga o'tamiz. Bu yerdan xuma bo'limini tanlaymiz. Bu yerga summani kiritamiz. 250 ming so'm. Bu yerga karta muddati va karta raqam kiritib, tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana bu talabnoma muvaffaqiyatli yaratildi. Mana 250 ming so'm chiqarishga berganmiz. Uzog'i 5-10 minutda pulimiz tushadi kartamizga. Qolgan pulni yana ko'tarib yoki keyinroq chiqarib olishim mumkin. Balans ham turib kamayadi. Mana 250 ming so'm kamaydi. Telegram kanalimizni manzili video ostida va kommentariyada qoldiraman. Kimda hisob to'ldirish, pul chiqarishda muammo bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin.